Salam dostlar, yaxşımısınızlar? Hammalarning hozirgi vaqt xayrli bo'lsin. Shu Vivanite mahsulotiga munosabatlik to'pinlarni chiqargandan buyon mendan shu mayli bakalachi bo'lganlar bo'lsin, yoki bo'lmasa bevas setib olganlar bo'lsin, yoki xaridorlar bo'lsin, har qaysisida o'ziga yarasha tushunchalar bor. Qisman do'stlarimiz buning qarta ba'zi to'g'ri bo'lmagan tuyg'ularga kelib qoldi. Shunlashgan men shu to'g'risida yaxshi bo'lgan bir tushuncha beray degan maqsad bilan hozir video ishlab qoldim. Vivanite mahsulotimiz bevosita Jungo chegarasiga sirtdan kirgan mahsulot. Nihoyatda qonunliq, o'lchamlashgan, davlatning har xil e'tirofnomalaridan o'tgandan keyin chegaradan, ya'ni Xayg'andan bizniki hozirgi shumandiktimizga kirgan mahsulot. Shunga bu jihatda o'sha rasmiyat jihatdan ansirayotgan do'stlarga bir tushuncha beray deb chiqdim. Bu birinchisi. Ikkinchisi mahsulotni baho jihatdan egiz past gaplarni qilayotganlarga bir ibratli so'z. Biz dastlabida, ya'ni o'sha Vivanite degan mahsulot dunyoga kelgan kundan boshlab tak hozirgacha ya'ni 2026 yil 2. kuni kelgacha bo'lgan aralıqda biz mahsulotning bahosini 360 yuan atrofida kontrol qilib, hisobda foyda olmadik desak to'g'ri bo'ladi. Har qanday odam bazo ichish uchun qo'lini kesadi, shundaqmi? Bahosini intayin tuvan qilib, xaridorlarni shu mahsulotning yaxshiligini bilsin, ham foydalansin degan maqsad bilan bozor kirgizgan. Har qanday odam savdo tijoratda o'ziga yarasha foyda elishni, ko'klashni umid qiladi. Yana bir palampa yuqori ko'tarish uchun bu yerda bizning bahoni faqat mamlakatimizda emas, butkul dunyo xarakterlik tanishishimiz intayin normal ahvol. Vivanite mahsulotimiz butkul dunyo xarakterlik setilayotgan mahsulot. Har qaysi davlatlardami nihoyatda yaxshi bo'lgan, to'g'ri bo'lgan e'tirofnomalardan o'tgandan keyin, ondan keyin setilayotadi. Bu hech qanday rasmiyat yo'q mahsulot emas. Shu bu jihatda 500% xotirjam bo'lsanglar bo'ladi do'stlar. Uchinchisi, mana shu Vivanite mahsulotimiz setilgandan keyin, kishilar iste'mol qilgandan keyin mahsulotning unumdorligi, buning tarkibi, ishlab chiqarilishi, hatto shu ma'lum odamning ishlatgandan keyin kasallarningki o'ngshilishiga turtki bo'lgan misollarmi, tajribalarmi nurg'un ham rost. Bunun ustiga bu to'g'risida hech qanday yomon inkoslarni biz qabul qilib baxmadik do'stlar. Shunga bu jihatda yana bir qatim xotirjam bo'lsanglar bo'ladi. To'rtinchisi, men shu mahsulotni setib olsam bo'ladi, desam bo'ladi, yoki misol kelachi olsam bo'ladi, yoki uzoq muddat ichatdim degan do'stlarga qarata biz shu mahsulotning egalariga, ya'ni ishlab chiqargan o'ringa iltimos sunsak, ular bizga 3 turlik qaror chiqarib berdi. Birinchisi, iste'molchi do'stlarga mahsulotning bahosi bir tutash Jungo bozorda bir tutash 699 yuan. Men 1 yillik miqdor bo'yicha setib olatdim degan do'stlarga biz VIP bahosi bo'yicha 12 quta mahsulotni 6 ming yuanga chiqarib beramiz. Navoda mening mahsulotni setib, o'zimning kirimimni qilg'im bor degan do'stlarga 20 ming yuanlik vakolat qabul qilamiz. Uni da siret, yo'q, mening teximi cho'ng, ko'lamlashgan teximi yaxshi setib chiqarg'im bor degan do'stlarga 50 yeshik bilan vakolat qabul qilamiz. Buning tafsilotini biz ayrimxonda destek bo'ladi do'stlar. Beshinchisi do'stlar, meni siz shu mahsulotning egisimi, siz shu mahsulotni tutib otamsiz, emrim qo'tamsiz degan do'stlarga men bir tushuncha beray. Men uzundan beri to'rda o'zimning Sivagami obrazim, ana obrazim, undan boshqa Fupo obrazim qatorli har qaysi obrazlarimda boshqalarningki mahsulotlarning e'lon tashviqotlarini qilib kelayotgan. Yaqindan buyon men shu mahsulotning egisi bilan bu jihatda e'lon tashviqot to'g'risida hamkorlik o'rnashtirdik. Shunga izchil shu mahsulotning hamkorligi to'g'risida tashviqot uryapman do'stlar. Shunga tushunchangizlarga aniq bo'lsin deb qo'yay. Ammo mahsulot bilan aloqalashadigan, undan keyin sotadigan, setib oladigan ishlar to'g'risida men bilan ayrim qanday fikrlashsanglar, men sizlarga ko'riklik rol o'ynab, shu to'g'risida sizlarga nihoyatda yaxshi bo'lgan uchrashish fursatini hozirlab berayman. Biz Vivanite mahsuloti shundaqla buniki taraqqiyot istiqboli, setib olish yo'llari, vakolatchi bo'lish qoidalari qatorliqlar to'g'risida tafsiliy parangishish so'rinni sizlar uchun hozirlab beramiz.